Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga buzoqlarni qanday parvarish qilish haqida video qo'ymoqchiman. Anchadan beri video qo'ymayapman. Shuning uchun bu buzoqlarni oziqlantirish emas, ya'ni shu buzoqlarni parvarish qilish, ya'ni o'sha gigiyenasiga e'tibor berish, qanday saqlash, shular haqida men aytib o'tmoqchiman bilganlarimni. Xo'p, endi shu buzoqni tug'ilgandan to 1 oylik yoki 3 oylik bo'lguncha bo'lgan holatda aytib o'taman. Qanday gruppaga olish kerak, tug'ilganda nimalar qilish kerak, shu savollarga javob beraman. Oziqlantirishini keyingi videolarda xudo xolasa aytib o'taman. Xo'p, buzoq yangi tug'ilganda uni holatini ko'riladi. Qanday holatda? Birinchi shu sog'lom bo'lishini ta'minlash uchun birinchi shu 4 soatlikda albatta o'z sutini ichish kerak. O'z sutini ko'pchilik endi enasini oldiga qo'yib qo'yadi, tug'ilgandan keyin 4-5 soat tursin deb. Yo'q, tug'ilishi bilan ajratgan ma'qul. Sababi u yetarlik o'z sutini icha olmaydi. Shuning uchun kamida shu 4 soat ichida 4 litr ichira olsangiz juda zo'r bo'ladi. Bu immunitetni birinchi shakllanishiga olib keladi. Ya'ni buzog'ingizni shu agar xunajim bo'ladigan bo'lsa, shu tug'ilgandan to shu sigir bo'lib, tug'ib, sut berib, yana 5-6 ta tuqquncha shu immunitet shu buzoqligidan juda katta immunitetni hosil qiladi. Agar siz mana shu birinchi qilinadigan ish shu o'z sutini yetarli darajada bermasangiz, buzog'ingiz ko'p kasalchan bo'lishi mumkin. Birinchi 1 oylikda ayniqsa bu bilintiradi buzog'ingizga. Shuning uchun birinchi shu 4 soatlikda albatta 4 litr sutni bo'lib, ya'ni birinchi tug'ilishi bilan 1,5 litr maksimal. Agar emsa yoki o'zi paqirchaga, mana bunday paqirchalarga berasizlar, o'zi ichsa yaxshi. Agar o'zi icha olmasa, keyin majburlab shular orqali beriladi. Keyin yana oradan 1 soat o'tkazib turib, yana 1,5 litr qilib, qisqasi shu 4 soat ichida 4 litr, 6 soat ichida, qisqasi umumiy 12 soat ichida shu o'z sutini maksimal 6 litrga doğru ichirsanglar, buzog'inglar albatta keyingi kasalliklarga ancha kamida 80% yordam beradi. Shu kasal bo'lishini oldini olish uchun, ich o'tishi, boshqasi uchun. Keyingi qilinadigan ish, birinchi buzoq tug'ildi, o'z suti bilan ta'minlandi va alohida mana bunday dezinfeksiyalangan, mana tayyor yuvilgan joylarga olitish kerak. Ya'ni bu endi birinchi dunyoga keldi va toza joyda turish kerak. Mana bunday toza, quruq va mana bu yuvilgan bo'lish kerak. Agar iflos joyga qo'yiladigan bo'lsangiz, kindik kasalligi yoki boshqa kasalliklar hali immunitet to'liq shakllanmaganligi uchun tez kasalga chalinish ehtimoli yuqori bo'ladi. Mana shunday alohida joy qilasizda, dezinfeksiyalangan, chiroyli yuvilgan, o'shanga saqlanadi. Endi buzoqlarni saqlayotganda ham bitta maksimal 2 taga ruxsat etiladi. Bu shu 4 haftalikgacha bitta o'zini saqlaysiz, bitta boks qilib yoki-da 2 ta qilib saqlaysiz. Undan oshirmaysiz. Keyin buni gruppalayotganingizda ham yoshi uncha farq qilmaslik kerak. 1 hafta maksimal yoki bo'lmasam shu 3 kunlik, 2 kunlik buzoqlarni qilasiz. Bu degani bittasi 1 oylik, bittasi endi tug'ilgan bo'lsa, uni ham gruppaga olinmaydi. Qachonki yoshi teng bo'lsa 2 ta qilasiz, agar yoshida tafovut bo'ladigan bo'lsa, alohida qilib, bitta qilib mana bunday qilib saqlaysiz, alohida qilib. Qachon gruppaga olishni ham aytaman men. O'sha buzoqda o'sha tug'ilganda yangi shu bunaqa xonaga olayotganingizda albatta buni agar katta firma bo'lgan bo'lsa, nomerlaysiz onasini va bolasini qachon tug'ilgan. Agar tarozi bo'ladigan bo'lsa, tortib ko'rsangiz ham yana ham yaxshi bo'ladi. Uni yozib qo'ysangiz, qaysi buzoq, qaysi sigirni bolasi keyinchalik ham bilsangiz bo'ladi. Xo'p, bunga alohida mana bunday joycha qilingandan keyin qishki kunida buzoqlar saqlash bor va yozgi kunida issiqlikdan saqlash bor. Shuning uchun mana bunday uychalar bo'lgani yaxshi yoki mana bunday naves bo'ladigan bo'lsa, bu ham yaxshi bo'ladi. Qishki kunida ham, yozgi kunida ham. Iloji boricha bularni sovuq kunlarda agar buzog'ingiz tug'iladigan bo'lsa, unga kamzur kiydirib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni sovuq bo'lsa, uni sovuq holatda qoldirmaslik kerak buzoqni. Sabab sovqotadi. Agar sovuq kunda tug'iladigan bo'lsa, albatta buni biror bir
narsa bilan quritish kerak bo'ladi. Enasi o'zi qurita olmaydi to'liq. Shuning uchun siz tug'ilishi bilan buni quritishingiz kerak. Agar nimjon tug'iladigan bo'lsa, u maxsus qizil lampalari bor. Mana bunday uycha qilib turib, tepasiga qo'yib qo'yiladi. O'sha uychada issiq qilib turiladi va albatta o'sha bir nimcha kiydirib qo'yiladi. Kamzurmi, boshqa shunaqangi eski kiyimlardan ham kiydirib qo'ysa bo'ladi, moslab. Keyin holatiga qarab turib, keyin ko'riladi. Birinchi 14 kunlikda kuzatiladigan ko'p kasalliklar bor. Bu albatta bu ich ketishi bo'ladi. Shuning uchun sutni ham qanday berish kerak, ularni ham keyinchalik aytaman. Shuning uchun shu birinchi 2 haftalikda juda ehtiyot bo'lish kerak, shu oziqlantirishida va gigiyenasiga ehtiyot bo'lish kerak. Endi ko'p kasalliklar shu viruslardan kelib chiqishi ham mumkin. Shuning uchun sigirlaringizni shu iloji bo'lsa shu bo'g'ozli paytida maxsus viruslar bor, o'shalarga qarshi emlatgani yaxshi. Tug'ilgandan keyin ham rota koronavirus bo'lishi mumkin. Keyin bularda yana bir narsani tug'ilgandan keyin albatta siz shamoldan ehtiyot qilishingiz kerak. Shamol maksimal 2-3 essa bo'ladi. 2-3 metr sekund tezlikda maksimal. Undan oshib ketadigan bo'lsa, buzog'ingizda o'sha shamollash, shu lunga insunding deb qo'yadi. O'shanaqangi o'pka shamollashlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun buzog'ingizni albatta endi tug'ildimi, 1 oylik bo'ldimi, skvoznoydan saqlashingiz kerak. Ochiqlik bo'lsin, -15 sovuq bo'lsin, lekin to'g'ridan-to'g'ri shamol esadigan holatda oldini olish kerak bo'ladi. Va albatta taya doim quruq, somon bo'lishi kerak. Buni ko'pchiliklar ko'raman. Bu taya ancha nima deydi, ho'l yoki betonga qo'yadi yoki g'ishtga qo'yadi. Yo'q, buzoqqa bunaqangi bo'lmaydi. Agar -10 sovuqlik bo'ladigan bo'lsa, bu buzoqlarga ancha ziyon keltirib qo'yishi mumkin. Albatta kasal bo'ladi u. O'sha o'pka kasali, boshqa kasalliklar bo'lishi mumkin. Endi yana bitta juda katta xato bo'ladi. Buni albatta shu har bir buzoq sotib olayotgan odam bilishi kerak. Zotdor semental buzoqlar tug'ilishi bilan uni 1 kunlik bo'lganda $1000 olishyapti uni. Eng katta xato shu bo'ladi. Sababi Germaniya qonunchiligida buzoqlarni transport qilish, ya'ni tashish 1 oygacha ruxsat etilmaydi. Onasidan tug'ilib faqat yangi joyga o'tkazilgandan keyin faqat 1 oy davomida umuman buzoqlarni sotish yoki tashish taqiqlanadi. Ya'ni bu agar shu holatda tashiydigan bo'lsangiz, 1 oydan past holatda tashiydigan bo'lsangiz, bularda stress yuzaga keladida. Birinchi stress bu 5-6 ta kasallikni keltirib chiqaradi. Ya'ni oshqozon buzilishi bo'lgandan keyin bu albatta buzog'ingiz sut ichmaydi, ichi o'tadi, asidоз bo'ladi. O'sha o'zini buzoqlarda ham asidоз kasalligi bor. Ich ketishi shular bo'lib turib, buzog'ingiz qayta tuzalmaydigan holatga keladi. Bu hammasi stressdan yuzaga keladi. Shuning uchun buzoqlarni tug'ilishi bilan siz olmang. Agar siz biror joydan buzoq olmoqchi bo'lsangiz, ko'ring, pulini kelishing. $1000 deyapti. Xo'p, o'shini 1 oydan keyin olib ketaman deysizda, 1 oylik rasxotini berasiz. Qancha sut bergan bo'lsa, o'sha sutini pulini beringda, qarab bergani uchun keyin 1 oydan keyin olib keting. U egasi eng zo'r. Mana O'zbekiston, Germaniyada holatiga oladigan bo'lsak, bular mana buzoqni qanday oziqlantirishni biladi. Shular ham o'sha yangi tug'ilgan buzoqni eksport qilishdan, transport qilishdan saqlanadi. Sababi stressda u bitta buzoq stressga tushdimi, uni qaytib o'ziga keltirib olish juda qiyin bo'ladi. Uni albatta shu sutdan qolgandan keyin. Shuning uchun tug'ilgandan keyin 1 oydan keyin olib ketaman deb fermadan olasizmi, uydan olasizmi? Hayotda u olmang. Siz albatta shu buzog'ingizni 1 oyda ichida o'ldirishingizga olib kelishi mumkin. Endi qachon gruppaga olinadi? Bu ham shu 1 oydan keyin gruppalarga olinadi. Endi gruppalarga olishda aytdim, birinchi tug'ilganda maksimal 2 ta qilib saqlashingiz mumkin, undan orttirmaysiz. Keyin gruppaga olayotganda ham yoshiga katta fermalarda yoshiga qarab olinadi. Biror joylarda ko'ryapman, bittasi 1 oylik, bittasi 3 oylik buzoqlarni 6 qilib gruppaga olinyapti. Keyin bularning joyini ham aytaman. Bitta buzoqqa maksimal 3 metr kvadrat, maksimal emas, minimum 3 metr kvadrat joy bo'lish kerak. Ya'ni bular ikkita buzoqqa moslashgan. Endi u men aytganim 1 metrga 3 metr uzunlikda yoki shu qisqasi shu 3 metr kvadrat bo'lishi kerak. Bitta buzoqqa joy. Endi gruppaga olayotganinglarda shu 6 ta qilib olishingiz mumkin. Yoshiga qarab uni ham bir xil yoshdaliglarni olasiz. 6 talik, 10 talik yoki
to'rttalik qilib turib gruppalarga olinadi. Bu albatta 4 haftadan keyin. Keyin yana bir narsa, yangi tug'ilgan buzoqlar shu kamida 14 soat yoki 12 soat yorug'lik bo'lishi kerak. Keyin qorong'i tushganda ham maksimal holatda qorong'ilik bo'lmasdan shu o'zini ko'radigan holatda bemalol atrofni sal ko'radigan holatda qorong'ilik bo'lishi kerak. Umumiy o'ta qorong'ilik ham bo'lmaydi, shuning uchun bunga ham e'tibor beriladi. Ayniqsa qishki kunlarida buzoqlarni kichkina xonalarda saqlashadi, o'shanda 100% sifatni o'chirib qo'ymasdan ma'lum darajada haligi yorug'lik bo'lishi kerak. Keyin bularni gruppada boqqandan keyin yana 4 haftalikda gruppaga oldingiz, 4 oydan keyin 3 oylikga doğru keyin yana gruppada boqasizda sutdan chiqarib olinadi. Sutdan chiqargandan keyin bularni yana ham kattaroq gruppa qilib alohida qilib olasiz. Agar shu guruh 3 oy boqiladi, mana qancha uychalarda yoki shu gruppa bo'lib, undan keyin bularni hammasini yig'ishtirib olib turib, yana yangitdan bularni yuvish kerak, dezinfeksiya qilish kerak, yangi buzoq uchun tayyorlash kerak. Buni misol uchun bu buzoqni 1 oydan keyin gruppaga oldingizda bu joyi bo'shadi. Yangi buzoqni sirasi olib kelib qo'ymaslik kerak. Albatta buni tayyorlanib, tozalab, chiroyli qilib, yuvib, keyin mana bunday quritib, agar qancha erta yuvib turib, qancha tashqarida shu ko'proq tursa, yana ham bu toza hisoblanadi. Shuning uchun shu ko'proq yuvgan ertaroq yuvish kerak va ko'proq yuvilgan holatda tursa, keyingi buzoq kasal bo'lish ehtimoli kamayadi. Mana shuni aytib o'tdim. Shu birinchi o'rinda shu 1 oylikda bo'lgan holatda juda ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Shu men aytgan gigiyena holatiga e'tiborli bo'lish kerak. Bunda aytib o'tdim. Shu virusli kasalliklar, o'pka kasalligi, shamollash va ich ketishi eng yuqori bo'ladigan shu ich ketishi kasalliklardan himoya qilish kerak. Keyin 1 oydan keyin bu buzoqlar ancha o'zini tutib olgan, immunitet hosil qilgan bo'ladi va ancha-muncha kasallikka qarshi yana ham kurash hosil qiladi. Undan keyin shu yana boshqatdan holatiga qarab boqilinaveradi. Gruppaga olib yoki o't, silos berib, endi xudo xolasa keyingi videomda qanday oziqlantirish, 1 oylikdan 3 oylikga bo'lgan buzoqlarni shu to'liq ratsion asosida qanday boqish va sutdan chiqarish, keyin qanday qilib o'tga, silosga o'rgatish haqida xudo xolasa video qilaman. Qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha.